Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining muavin raisi Mukarram Qurbon ve Qurultay Xitoy ishlari komitetining mudiri Saud Mamatlar mushu oyning 22 kuni taklifga binoan Tayvan parlamentining saylamiga qatnashish uchun Tayvan poytaxti Taybeyga yetib kelgan. Qurultay heyeti 23 iyul kunidan boshlab Tayvan prezident ishxonasi, Tayvan parlamenti, Tayvandagi demokratik zotlar ve Tayvan Sharq Turkiston jamiyati qatorliq o'rinlar bilan uchrashishlar elib berib, Sharq Turkistondagi mavjud vaziyat, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati ve onunla birlikte taqabul turish haqida suhbatlar ilib borgan. Mazkur hay'at faoliyat jarayonida Tayvan Demokratiya fondining muavin raisi Mumin Chen bilan ko'rishib, uning Uyg'ur xalqini qo'llab kelganligi uchun rahmatini bildirib, Mumin Chen ve uning hamrohlari bilan mustabid Xitoy hokimiyatiga birlikte qarshi turishning yo'llari ustida izlangan. Suhbat oxirida Roshan Abbas xonim Mumin Chen apandiga o'zining tiz bukmas bir Uyg'urning erkinlik yo'lidagi ko'rishi nomli kitobini taqdim qilgan. Qurultay hay'ati 23 iyul kuni yana Tayvan Sharq Turkiston jamiyati rahbarlari bilan ko'rishib, Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasining navbatdagi vaziyati va buningdan keyingi hamkorliklar to'g'risida muzokaralar elib borgan. Yevropa İttifaqı Xitoy 26 navbatlik boshliqlar yig'ini 2025 yili 7 oyning 24 kuni Beijingda o'tkazildi. Yevropa Kengashining raisi Antonio Costa ve Yevropa Komisyonining raisi Ursula, Yevropa İttifaqı tashqi siyosat ve bexatarlik vakili Kaja Kallasmo yig'iniga qatnashgan. Yig'inda Yevropa İttifaqı bilan Xitoy xalqaro qoidalarni asos qilgan tartibni qo'g'dash va yer shar xarakterlik xiristlarga taqabul turishda o'rtaq mas'uliyati, ko'p taraflamalikni qo'g'dash uchun o'rtaq tirishish ta'kidlanib, Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushini cho'rdigan masalalar muzokara qilingan. Yevropa İttifaqı Xitoyga bu tajovuzchilik urushining Ukraina uchun emas, balki yana yer shari bexatarligiga tahdid ekanligini ve Xitoyning xalqaro qoida tartib ve BDT nizomnomasi xalqaro qonunni qo'g'dash majburiyatini eskartib, Rossiyaga harbiy sanoat materiallari bilan ta'minlashni to'xtatish ve hech qanday moddiy yordam bermaslikka chaqirib, raqamlik sohada o'zaro moslashishni ilgari surishning lozimligini ta'kidlab, Yevropa shirkatlarining Xitoyga kirishda qiyinchiliklarga duch kelganligini, Xitoyning sonliq ma'lumot bexatarlik qoidasi, chegara halqagan sonliq ma'lumot eqimi, shundaqla Xitoydan kelgan deb qaralgan yomon g'arazlik tor faoliyatlariga qarta aniqlikning yo'qligiga davomli ko'ngil bildirganligini qayta ta'kidlagan. Ikki taraf suhbatida Yevropa Ittifoqi yana Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq vaziyati, kishilik huquqni qo'g'duvchilar, oz sonliq millatlar masalasi, shundaqla Hong Kongdagi asos erkinlikning cheklanishiga bo'lgan cho'nqur andishisini bildirish bilan birga Xitoyning ilgirki va'dalariga amal qilish kerakligini ta'kidlagan. Mutaxassislarning qarashicha, bu qatimqi Yevropa Ittifoqi Xitoy suhbatida amaliy natijaga erishish nisbati to'van bo'lib, bu bir dag'dug'liq, ammo natijasiz uchrashish bo'ladi deb qaraydi ekan. Yevropa Komissiyoni raisi Ursula Beijingdan BBC muxbirining ziyoratini qabul qilganda, Yevropa Ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan g'oyat zo'r savdo qizil raqamini tilga olib, mundaq dedi: "Hamkorligimizning cho'nqirilishiga ergishib, tangpongsizlikmi kuchaydi. Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan munosabati, uning Yevropa Ittifoqi bilan bo'lgan munosabatini belgilaydigan hal qilg'ich omil" degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa parlamentidagi do'stlik guruhining a'zosi, Yevropa parlamenti Xitoy vakillar o'migining raisi Angin Aroqlaning qarashicha, Xitoy bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi ojiz ishonch eng to'van chekka tushgan bo'lib, Yevropa Ittifoqining oldingi hafta Rossiyani harbiy sanoatga ishlatiladigan xom material ta'minlaganligi uchun Xitoy shirkatlari va bankasiga jazo yurgizish qarori bu boshliqlar yig'ini harfisida strategik ishonchsizlik kayfiyati paydo qildi. Xitoy samimiy emas degan. Suriyaning Idlib o'lkasining shimolidagi bir qoral omborida g'oyat zo'r portlash yuz bergan. Portlashda 6 odam qazo qilib, 140 odam yaralangan. Suriyaning rasmiy xabar agentligi Sanoning xabariga qaraganda, Idlibning shimolidagi Kefraya bozoridagi qoral yarog' skladida noma'lum sabablar tufaylidan 15 qatim portlash yuz bergan.
Suriye Səhiyyə Ministerligining dastlabki dokladida portlashda 6 kishi o'lgan va 140 dan ortiq kishi yaralangan. Portlash yaqin atrofdagi qurilishlarga ta'sir qilgan bo'lib, bu portlashning ko'rinishlari Turkiyaning Hatay viloyatidan nihoyat aniq ko'ringan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.